أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. Biz heyizlerinin ahkamlarında. Şimdi 10 günne heyizden en uzun müddete bekleyen boğaçka 10 günden burun heyiz to'xtagan bo'lsa, yuyunmag'icha jima qilish bo'lmaydi. Çünkü bu enaqanlı heyiz boğaçka. Ev yamdiya alayha vaqtu salat. Yoki shu 10 kun ichida to'xtagan bo'lsa-mu, oraliqda bir namoz vaqti o'tgan bo'lsa, ondan yuyunmagan holatda bilib bo'lsin bo'ldi demoqchi. Masalan, peshin vaqtida heyizdan pok bo'libdi. Yuyunmabdi. Yuyunmay kelib asr kirgan bo'lsa, mush bir namoz vaqti oraliq o'tgan bo'lgandan keyin o'chaqda jima qilish bo'ldi demoqchi. Yuyunmasmi? وإن انقطع ل10 جاز قبل الغسل. 10 kun o'tgandan keyin to'xtagan bo'lsa, yuyinishdan burun bilib bo'lsin bo'ldi. Ba'zi so'zdan qiladigan kishilar yoki sovuq joylarda ikki yuyinishni bir yuyinish qilib o'tishni o'ylashi mumkin. Liqavlihi ta'ala hatta yathurna. Mush oyatninki mush iborasi hatta yathurna degan ibora ikki xil qiroatda o'qilgan. Bit-taxfifi va tashdid. Hatta yathurna yoki hatta yattahharna. Ikki xil qiroat bo'lg'achqa biz ashunda tafsili ayirib bayon qildik dedi. Famana at-taxfif hatta yathurna deganning ma'nosi hatta yanqati'a hayduha degan bo'ldi. Ezdan to'xtagan qadar degan ma'noda. Fahamalnahu 'ala al-ashra. Bundan buni 10 kunga berib to'xtasa degan mazmunda tushundik. Va ma'na tashdid yattahharna degan tashdid bilan o'qilgan qiroatning ma'nosi hatta yagtasilna. At-tahhara degan yoki tatahhara degan bu takalluf ma'nosi bo'lg'achqa bak pokizlanib ketgan, qattiq pokizlangan bo'lg'achqa hayzdan poklanish, bir pokizlanish, uning ustiga yuyinish, ya'ni bir pokizlanish, nihayat bak pokizlangan bo'ldi demoqchi. Va ma'na tashdid hatta yagtasilna. Yuyingan qadar deb tafsir qildik buni. Fahmalnahu ala ma dunaha amalan bil qira'atayn. Bundan tashdid o'qilgan qiroatni 10 kundan tuvan kunlarga qaratib tushunsak, taxfif bilan o'qilgan qiroatni 10 kundan keyinga tushunsak, bir vaqtda har ikki qiroatga amal qilgan bo'lamiz demoqchi. ولأن ما قبل العشرة لا يحكم بانقطاع الحيض. Çünkü 10 kundan ilgirki ahvolda heyiz to'xtab ketdi deb hukm qilib ketmaymiz dedi. Lihtimal aud ad-dam. Çünkü xun qayt kelib qolishi mumkin. Qayt kelib qolsa fa yakunu haydan. Heyiz hisoblandi. Fa idza igtasalat. Undan keyin 10 kun ichida heyiz to'xtagan bo'lsa, yuyinib bo'lsa yoki bir namozning vaqti o'tgan bo'lsa, dakhalat fi hukm at-tahirat. Pak ayollar qatoriga kirib ketadi. Va ma ba'da al-ashrati hakamna bi inqita' al-hayd. Endi 10 kun o'tgandan keyin biz heyiz to'xtab ketdi deb hukm qildik. Li'annaha law ra'at ad-dam la yakunu haydan. Chunki 10 kundan keyin 11-12 kunlarda xun kelgan taqdirda heyiz hisoblanmaydi. Chunki biz eng yuqori chekini 10 kunda bekitgan. Undan keyingisi istihada bo'ldi. Falihada halawatuha. Undan keyin 10 kundan keyin kelgan ahvolda yuyinmasimi bilib bo'ldi demoqchi. Va qala Zufar la yahillu wat'uha hatta taghtasil. Wa in inqata'a li 10 ayyam. 10 kundan keyin 10 kun ichida bo'lsin, albatta ichida deganga Zufar qaytildi. 10 kun ichida bo'lsa yuyinish lozim deganga Zufar qildi. Lekin 10 kundan keyin to'xtagan ahvoldami yuyinmag'icha yaqin kasb bo'lmaydi debdi. Amalan bi qira'at at-tashdid. Shu yattahharna degan qiroatga amal qilib shunda deb qarabdi. Va javobuhu ma marra. Biz yuqorida bayon qilgan tafsil bayonlar imom Zufarga raddiya bo'laydi demoqchi.
Yani biz hazır tahfif ve tashdid işgal qiraatga tang amal qilmoqchi. Tahfif qiraatni 10 kunga bo'lmagan kunlarga qaratib, tashdid bilan o'qilgan qiraatni 10 kundan oshganga qaratdik. Amalan bil qiraatayn. Yani birisi 10 kunda ilgariki ahvolda to'liq hayz to'xtab ketdi, kesib aytolmaymiz, chunki qoida kep qilishi mumkin. Mushu Zufarga qarata berilgan javob. Qala va aqallu tuhri 15 yawma. Hamda poklikninki eng az muddati bir oy ichida bir poklik qildirsak 15 kun deb qaraldi. Hakada ruyan İbrahim an-Nakhai. İbrahim an-Nakhai'dan shunday rivoyat qilingan. Va la yu'rafu illa tawqifa. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bekitmagan bo'lsa, bu o'zining kallasidan deyitilgan ish emas. O'z kallasidan bilinmaydigan ish. Undaqki cho'qim İbrahim an-Nakhai sahabadan, sahaba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'qigan hukmkan deb qaraymiz. Va la hadda li aktharihi. Poklikninki eng uzun cheki yo'q deydi. لأنه يستمر مدة كثيرة فلا يتقدر. Çünkü poklik uzun muddat davom etishi mumkin. Bunda ijmo var. Bazı ulamalar poklikninki uzun cheki yo'q deb qaraydi. Çünkü bazı ayollar faqat hayz ko'rmasligi mumkin. Bazılar bir yilda bir qatim hayz ko'rishi mumkin. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاءوا. المستحاضة biz yuqorida bayon qilib o'tdik. Yani hayz kunlardan ortiqcha xun kelgan ayol. Banan bihi salasul bawl. Suylikni tutolmaydigan kishilar. O'zirlik, suylik tamchilaydigan, tutolmaydigan kishilar. Vantilaqul batn. Intilaqul batn yoki istitlaqul batn deb keladi. Hadisda istitlaqul batn deb kelgan. İç sürüp ketish, ishal. Va infilatur rih. Yelni tutolmaydigan, davomli yel chiqib qolgan kishilar. Va ru'afud daim. Davomli buni qarablam turgan kishilar. Val jurh alladhi la yarqa. Qon chiqishi to'xtamaydigan yara bo'lib qolsa deydi. La yarqa ya'ni qani uyumaydigan, to'xtamaydigan demak. Yatavaddauna li vaqti kulli salatin. Demak, mushunda uzrli kishilar har namozning vaqti uchun yangidan tahorat oladi. Va yusalluna bihi ma sha'u. Bir namoz vaqti ichida xohlagancha namoz o'qiyasi bo'ladi. Aslida tartilib masalan dastlab ikki yo'lning birisini bir narsa ketgan chaqdlam tarif sunish kerakdi. Lekin bu uzrlik bo'lg'achqa bu tarif sungan vaqtni shucha sunni deb hisoblamay, buni namozning vaqti ketgan qadar so'zab, namozning vaqti ketgan chaqda shu burun tarif sungan ahvolni endi hisoblaymiz deb kechiktirish ruxsati. لرواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة. مش رواية مستحاضة أيال هر bir namazning vaqti uchun bir qatim tahorat oldi deb kelgan. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حين قالت له إني أستحيض فلا أطهر. لكن بخاري رواية ده إني أستحاض deb kelgan. Men hayz kunlarim tugandan keyin xun to'xtamay kasal bo'lgan ayol deb. Fala atur. Poklanmayman yoki xun to'xtamayman deb Rasulullohga ahvol aytgan chaqda tavaddoi li vaqti kulli salat degan. Har namozning vaqti uchun tahorat qiling demoqchi. Yani yuqorqi ikki rivoyat vaqti kulli salat degan rivoyat vaqtini tilga rivoyatlar ojiz. Lekin sayyidisninki tafsiri ya izohati bo'ladi. Va alayhi yuhmalu qawluhu sallallohu alayhi vasallam al-mustahadatu tatawaddau li kulli salat. Naqal al-mustahada tatawaddau li kulli salat degan bu sahih rivoyat, mush rivoyatningki ma'nosini tafsirlashdan iborat ojiz etishlar desak, tatawaddau li kulli salat degan har bir namozga degan har bir namozning vaqtiga deb izohlasak ma'nosi to'g'ri chiqadi. Annahu yuradu bis salatil vaqtu. Chunki har bir namozdan maqsad shu namozning vaqti. Qala sallallohu alayhi vasallam
Aynama adrakatni salatu tayammamtu va sallaytu. Men qayerda vaqtimda namoz vaqti kirib qolsa, tayammum qilib bilan namoz o'qiyman degan. Yani adrakatni salat degan vaqt salat demakchi deydi. Va yuqalu atika li salati zuhr. Peshin namoziga sen qashin kelay deyilib qolsa, yani peshin namozining vaqtida kelay deganni bildiribdi. Davom ekan, mashada har bir namozga degan so'z har bir namozning vaqtiga degan bo'ladi deydi. Hozir bu yerda yuqorida al-Muxtorning matnini qarasanglar, yatawaddauna li vaqti kulli salatin va yusalluna bihi ma sha'u farib izib qo'ydi. Yani İmam Şafii rahmetullah alayhi her bir namazga bir tarat oldi demay, her bir farz namazga bir tarat oldi. Namaz odatda namoz o'qiydigan bo'lsa, shu vaqtni chiqadigan bo'lsa, tarat olmaydi. Yani bu mazhabda mesela peşimi tarat oldik, peşim o'qidik, nafillar sunnat namozini o'qidik. Bundan boshqa burun o'qiganmagan namozlarimiz bo'lsa, qazosini farzning qazosini o'qib olsak bo'ladi. Yani shu bir tarat bilan necha farzni o'qib olsak bo'ldi, qazosi bo'lgan bo'lsa. Lekin shu peshimni olishda ketganlikdan tarasini hisobda. Asrni o'qib olmaydi. Ammo shu peshim vaqtida shu tarat bilan tunyangi peshimni masalan, ya bomdod o'qigan bo'lsa, bomdodni shunda qazosini qilib o'qib olsa bo'ldi demakchi. Shafiy mazhabda bir tartilish bilan shu peshimni o'qishga bo'ladi. Nafl o'qishga bo'ladi. Lekin burun o'qiolmay qolgan qazo namozni farzning qazolari bo'lib qolsa o'qish bo'lmaydi demakchi. Shu tarafni aqboplar masalan, yana tartishim ketgan bo'lsa, masalan, ularni tartishini qildi emasmi? Shu namoz o'qiyapsizlarmi? Yani bu şu özürlü kişiler, yel to'xtamaydigan, suyuq to'xtamaydigan, qon to'xtamaydigan, yani shunday kishilar bu özürlük o'g'achqa tartilib chiqdi. Chiqib jaymozga kelib bo'lsa bir narsa chiqishi mumkin. Bir narsa chiqib turishi mumkin. Jaymozga keldi, namozni o'qiyverdi. Namoz o'qiyotgan chaqdan bir narsa kelib tursa-mu o'qiyverdi. Tarsimga hisobda. Tarti qachon sunudi? Namozning vaqti ketgan chaqda, dastlab bir narsa chiqqan vaqtni shu aql suzab turib, endi hisob qilamiz deb tarsini bilan hisoblaymiz. Undan o'nkan bu yerda hozir mustahhadining hukmiga shu hamma uzrli kishining qiyos qiladi odatda. Mustahhada har bir namozga tartasi bo'ladi degan qarash ko'pchilik olimlarning qarashi. Ba'zi olimlar har bir namozga g'usl qilish lozim. Yani ba'zilar har bir namozga g'usl qilolmaydi. Ikki namozning oraliqi shunda udlab turib, masalan, peshin bilan asrning oraliqi bo'lsa, peshin chiqishga yaqin, soat masalan 2:30 bilan yuyinib, peshin o'qib olsa, 2:45 o'tgan chaqda asr kirgan chaqda asrni birga o'qidi. Ikki namozga yaqinlashtirib, bir yuyinadi, ikki namozga yaqinlash bir yuyinadi. Yani demak, bir sotkada 3 qatim yuyinish kerak. Bomdodga bir, peshin bilan asrga bir, xufton bilan sham bir deb unda qaraydi olimlar. Lekin ko'pchilik olimlar har bir namozga yangidan bir taratasi bo'ladi deydi. Lekin endi bular ikkiga bo'linib ketgan. Har bir farzga, farzdan namoz bo'ldi ekan, har bir farzga yangidan tarataldi deb qarag'anlar Imom Shafiy masalan. Peshin farzga bir, asrning farzga bir. Shu taratilan farz namozdan birini o'qidi. Ikkini farzni o'qish bo'lmaydi. Qazo farz bo'lsin yoki keyin kelgan farz bo'lsin deydi. Mesela İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi el-Mecmu diyen kitabında مذهبنا أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة مؤدات كانت أو مقضية. وقت الأداء قلنغان فرز olsun, وقت تبكتكن فرز olsun, bir taharat bilan faqat bir farz bilan o'qilaydi. Albatta uning qo'shib nafl o'qisi bo'ladi. Hanafi mazhabiga o'xshash. Lekin Hanafi mazhabidagilar ya ko'pchilik olimlar har bir namozdan vaqtiga bir qatim tartasa, shu vaqt ichida xohlagancha farz namozlar, bir qancha farz namozlar bo'lsa, hammani o'qitadi. Ya'ni birisi shu vaqtning farzi, qolgani burun o'qiyolmay qolgan farz namozlar. Hammani shu vaqt ichida o'qiyasi bo'ldi. Ya'ni buning tarti shu bir namoz vaqtiga bog'liq demakchi. Bu İmam Ebu Hanife qatarliq jumhur olimlarning qarashi. Qala sallallohu alayhi vasallam aynama adrakatni as-salatu tayammamtu wa sallaytu wa yuqalu atika li salati adh-dhuhri ay li waqtiha. Yana bu hadislarda kelgan li kulli salat deganni
li vaqti kulli salat deb tushunamiz demoqchi Hanifiy mazhab. Bundan keyin yani sahih hadisga tayandiq deydi. Qala va idza kharaja al-vaqt batala wudu'uhum. Shu namoz vaqti shunda chiqishi bilan ham taati sunib ketgan bo'ldi. Avtomatik sunildi, o'zligidan. Fa yatawadda'una li salatin ukhra. Bundan keyin yana bir namoz vaqtiga yana bir tarit oladi. Lima rawayna. Yuqorida biz rivoyat qilgan hadislarga asosan. Tatawadda'u li kulli salat li vaqti kulli salat degan rivoyatga asosan. Wa taharatul ma'duri tantaqidu bi khuruj al-vaqt 'inda Abi Hanifa wa Muhammad. Ma'zur deganimiz ajruqur kishilar. Mustahada, man bihi salasul bawl, ar-ru'af ad-da'im deganlar. Bularning tarixi shu vaqtning shunda chiqishilar sunib ketadi debdi. Abu Hanifa bilan Muhammad, ya'ni at-tarafan. Va endi Zufar bid-dukhul. Imom Zufar debdi, ash namozning vaqti chiqishi bilan emas, yangi namozning vaqti kirishi bilan undan sunib ketadi debdi. Chiqishning o'rtasida ozroq farq bor. Va endi Abu Yusuf be'yima kan. Chiqishi bilanmi, yangi namozning kirishi bilanmi sunib yurdi. Albatta, yangi namozning kirishi bilan burun namozning vaqti chiqib ketgan bo'ladi. Ba'zi namozlar oraliqda biroz vaqt bor. Masalan, bomdod bilan peshim oralig'ida chashka namozining vaqti bor masalan. Shundaroq esa bo'lsa oraliq bor. Va samaratul xilafi fi mas'alatayn. Mana bu yerga qarash o'xshamasligining natijasi ikki masalada namoyon bo'ladi. Idza tawadda lis-subhi thumma tala'at ash-shams. Bomdodga tarat olsa, uningdan keyin kun chiqibdi. وإذا توضأ بعد طلوع الشمس للعيد أو للضحى kun chiqqandan keyin hayit namoziga yoki chashgoh namoziga tartag'an bo'lsa, summa dakhala vaqtul zuhr, andan peshim vaqti kirgan bo'lsa, undan keyin kun chiqqandan keyin bomdodning vaqti ketdi deymiz. Lekin peshim vaqti kirmadi. Undan keyin imom bilan Muhammadning nazarida bomdod tartilib kun chiqqan bo'lsa, bomdodning vaqti ketdi, undan tart sunni deymiz. Yana hayit namoziga tartag'an bo'lsa, yak chashka namozi sunnat namoz, hayit namozini vojib namoz deb qaraydi. Mana shuni tartag'an bo'lsa, undan keyin peshin vaqti kirgan bo'lsa, fa indahuma yantaqidu fil ula lil khuruj. Imom bilan Muhammadning qarashida bomdod tartilib kun chiqib qolgan bo'lsa, bomdodning vaqti ketgan bo'lg'achqa tart sunudi. Wala yantaqidu fi thaniyati li'adami. Ikkinchi masalada kun chiqqandan keyin hayit namozi yashashga tartag'an ahvolda undan keyin peshimning vaqti kirgan bo'lsa sunmaydi. Nima uchun? Hozir bu xuddi ash peshimga tartag'andek. Wala yantaqidu fi thaniyati li'adamihi. Ya'ni bu namozning vaqti taqchi ketmagan hisobda bo'lg'achqa deydi. Bu xuddi balki peshimga tartag'andek hisoblanadi. Va endi Zufarın bil aks. İmam Zufarning nazarida bu yana bir namozning kelishi bilan tarsini degan bo'g'achqa, birinchi masalada peshin namozining vaqti kirmagan bo'g'achqa, ikkinchi masalada yana bir namozning, ya'ni asrning vaqti kirmagan bo'g'achqa sunmaydi demoqchi ekan. Va endi Abu Yusuf'a yantaqidu fihima. Abu Yusufning qarashida har ikkili ahvolda sunadi demoqchi. Ikkisimi vaqti kirishini sunadi degan. لأنها طهارة مع المنافي. Çünkü bu taharetke zıttilgan bir narsa bilan bo'lgan taharet. Yani taharetsizlik bu. Hadat demekçi. Münafi degan taharetke zıttilgan bir narsa qilib turganlik. Bir narsa qilib turganlik taharetke taqsidgan narsa. Shunda turuqliq bir taharet bor dedik. Undan keyin faytaqaddar bil vaqt. Vaqt bilan mo'ljallanadi. Fala tu'tabaru qablahu va la ba'dahu. Bundan keyin shu vaqtdan ilgirimi hisoblamaymiz, shu vaqtdan keyinmi hisoblamaymiz. Yani shu vaqt ichida peshin bilan asr oraliq desak, shu vaqt ichida tarat bor, shunda munafi bo'lib tursinmi, bir narsa qilib tursinmi tarat bor deymiz. Lekin undan ilgirimi hisob emas, undan keyinmi hisob emas demoqchi. Wali Zufar annaha law lam tabtul bid-dukhul lazadat ala waqti salat. Zufarning dalili bunda bir dalilki. Bir namozning vaqti kirish bilan bu tarat sunmaydigan bo'lib qolsa, bu chaqda bir namozning vaqtidan ortiq davomlashgan tarat bo'lib qolibdi deydi. Va innahu xilafun nas.
Bu hadisning aniq ko'rsatmasiga xilof. Vaqt salat degandan bir namozning vaqti deb ko'rsatsa, hozir sizning qarashingiz bo'yicha desak, bir namozning vaqtidan ortiq tartib davomlashgan bo'ldi. Walahuma annaha tathbutul haja. İmam Abu Hanife bilan İmam Muhammadning dalili bu yerda bir ehtiyoj bo'lg'achqa shunda ruxsat qilingan. Va xurujul vaqti dalilu zavalil haja. Namozning vaqtining chiqayotganligi ehtiyojdan yo'qolganligining dalili. Namozning vaqti chiqayotganligi namoz o'qish degan gap yo'q bu yerda. Bu ehtiyojdan yo'qolganligining dalili. Va dukhulu dalilul vujud yoki vujub. Va dukhulu dalilul vujubi. Bizninkida vujud deb yozibdi. Boshqa kitobda vujub bo'lishi kerak. Va dukhulu dalilul vujubi. Namozning vaqtining kirishi va namozning farz bo'lganligining dalili. Fata'alluqul intiqadi bil xuruji awla. Undan keyin taratning sunishining namozning vaqtining chiqishiga chetlik qilishi muvofiqroq edi. Va qawlu Zufar, İmam Zufarga raddiya bergan bo'lsak, yalzamuhu mithluhu. Ana manda boshqa ahvoldimi shunda deyish kerak deydi. Ya'ni bu ahvolda menda deb qardingiz, lekin shunga o'xshagan boshqa ahvoldimi siz menda deyishingiz kerakdi, unda demidingiz, undan keyin sizning gapingiz hozir bir qilishmoq bo'ldi deb raddiya berdi. Fima ida tawadda qabla tulu'i shams. Kun chiqishdan burun hayit namozi tarat opdi. Balki keyin unda hayit namozi vaqti kirdi. Bu chaqda asli buning tarixi sunishi lozim. Lekin Zufar sunmaydi deb turgan ahvol bor ekan. Undan keyin sunmaydi desangiz, hadis ko'rsatmasiga asosan bir namozning vaqtidan ya'ni ortiq davomlashgan bo'ldi-ku. Nima uchun bu yerda unda demaysiz deb raddiya beribdi. Va qawluhuma intaqada wudu'uhum bi khurujil vaqt. Ya'ni İmam Abu Hanife bilan Muhammadninki ularning tarixi vaqtning chiqishi bilan sunib ketadi degani, ya'ni indahu. Namozning vaqti ketgan chaqda dedi indahu, ha? Namozning vaqti ketgan chaqda. Lakin bil hadath as-sabiq. Lekin namozning vaqti ketgan chaqda nim bilan sunib ketmish tarix desa, namozning chiqishi bilan emas, tarix bo'lgandan keyin dastlab chiqayotgan bir narsa bilan sundi. Lekin biz oxir tortgan bo'ldik. Masalan, peshimga tartilib 10 minutdan keyin bir narsa ketgan bo'lsa, bu namoz o'qiyveradi shu tarix bilan. Asr vaqt kirgan chaqda tarixni sundi dedik. Lekin mush tarix sundi deyishda, nim bilan sundi deymiz desa, shu peshimni tartilib 10 minutdan keyin dastlab qilib chiqqan narsadan sundi deymiz. Fa inna as-salata ma'ad-dam ruxsa. Chunki shunda qon va shunga o'xshagan chiqayotgan holatda namoz o'qish bir ruxsatdan iborat. Lianna al-wudu'a la yarfa'u hadathan wujida ba'dahu. Chunki mushtaharat undan keyin kelgan tarixsizlikni yo'qotmaydi. Burungi tarixsizlikni yo'qotalaydi. Lekin keyin kelgan tarixsizlikni yo'qotmaydi. Undan keyin namozning vaqti chiqayotgan chaqda tarix olgandan keyingi dastlab qilib badandan chiqqan narsa shu tarixni sundiryapti deymiz. Qala wal ma'zur. Endi uzrlik kishi degan keyin, endi bu yerda bir qoida bekitdi bular. Mustahadalam emas, mustahadiga o'xshagan uzrlik kishilarning hammasiga biz shunda hukm bekitib beramiz deganda. Endi uzrlik kishi degan keyin esa vallazi la yamdi alayhi vaqtu salatin illa wal hadathu allazi ibtuliya bihi mavjudun. Uzrlik kishi degan bir namoz vaqti o'tsa-ham shu namozning vaqti ichida cho'qim shu mubtalo bo'lgan shu ta'sum ketgan ahvollar cho'qim bo'lib turgan kishi. Hatto lavun qata'addamu vaqtan kamilan. Shunga shu bir namoz vaqtida faqat hech nima kelmasa, ta'sum ketgan hech narsa kelmasa, bir narsa iqtumasa, kharaja min ayyakuna sahiba udrin min vaqtil inqita'. Shu narsa to'xtab ketgan shu chaqdan tortib bu uzrlik kishining hukmidan chiqib normal kishiga aylanib ketadi deydi. Aslida davomli bu narsa qilgan kishi peshin namoziga kelgan chaqda bir narsa butun to'xtab saqib qolibdi bu ahvol. Peshin bilan asrning ortiqda saqib qolgan bo'lsa, peshin bilan asrning ortiqida yoki namoz shama qadar davomlashsa, bu uzrlik kishi bo'lmay, odat normal kishiga aylanadi. قال وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة. أنا برأيي ki ya 7 gün ya 6 gün ya 5 gün deb
hech qilgan bir kunlari bor, odati bor. Har oyda shunday ko'rish mumkin. Lekin mush bir qatam 10 kundan ortiq davomlashib ketdi. 8-kuni keldi, 9-kuni, 10-kuni, 11-kuni keldi masalan. فالزائد على عادتها استحاضة. Ondan keyin 7 kun deb odati bo'lgan bo'lsa, 7 kundan eshib ketgani hammasi istihada bo'ladi. Ondan keyin 7 kun bilan umrkorlik 3 kun, 4 kun vaqt istihada hukmida bo'ldi. لأن بزيادة على العشرة علم كونها مستحاضة. Chunki 10 kunda eshib ketgandikilar bu istihada ekan deb ma'lum bo'ldi. Chunki hech 10 kundan ortiq bo'lmaydi. فَتُرَدُّ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا. Ondan keyin bu ayolning shu har oyda ko'rayotgan odat kuniga qaytaramiz. Ya'ni 7 kun bo'lgan bo'lsa 7 kun qaytarib 8, 9, 10, 11 bu kunlar istihada hukmida deb. Ondan keyin shu chog'da bu odatda to'xtamadi deb namoz o'qimagan bo'lsa, shu chog'dagi namozlarning qazosini qiladi. Ro'zasini qazosini qildi. فترد إلى أيام أقرائها. قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك. هذه كلرمزدا نمازنا أقما ثم توضئي وصلي. Andın هذه كله تبكت كنيك البته جنوب her bir namazı tartilip namaz okumamış. قال وإذا بلغت مستحاضة degan shu qiz tunji ezko'ga vaqtida uyg'otgan bo'lg'achqa hez tunji qilib kelgan vaqtida hez kelibdi, undan keyin istihada davomlashibdi, birga kelibdi. Fahayduha 10 min kulli shahr. Undan keyin buni qanday hisoblaymiz desa 11 kun, 13 kun bunda biroq bilan kelgan bo'lsa, tunji qatam 10 kuni hezga tava. Li'annaha muddatun salihatun lil hayd. Chunki hezni eng yuqori cheki 10 kun deganda 10 kunni hez hisoblasak bo'ladi dedi. Fala takhruju bish-shak. Undan keyin bu hezdan shak bilan chiqmaydi. Ya'ni 10 kun keskin. Aniq bir istihada deb ayrilgan bo'lgandan bu ehtimollik bilan ketmaydi. Wal baqi istihadatun. Qapqag'ini istihada hisob lima taqaddam. Yuqorda ayzning eng yuqori cheki 10 kun, uningda eshib qolsa istihada degan bo'g'ashqa. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل النفاس الدم الخارج عقيب الولادة. Nifas. Yani bala törelme qo'saqlik chaqda hamri orqali g'izolanib turibdi. Bola tug'ilgandan keyin bu yeydigan g'izolar va kazalar shu qon va shunga o'xshash bir narsalar chiqishi mumkin. Undan keyin shu tug'ilgandan keyin chiqadigan qonni biz nifas deymiz. Nifas yani tanaffasa yoki nufisa degandan masdar olib hayd masdar bo'lgan ekan, bu masdar bilan atilibdi. Nifaslarni nufasa deymiz. Aqibal wilada to'pog'ini kellamlaydi. Li'annahu mushtaqqun min tanaffasa ar-rahimu bid-dam. Chunki bu qaysi so'zdan turinib kelgan desa, baliyatqo qon chiqarib nafaslandi degandek. Bunda bir arabcha iboradan kelgan. Aw min xurujin nafsi yoki ashun bir jonning, bir nafsninki qo'saqdan chiqishidan kelgan bo'lishi mumkin. Wa huwa al-walad aw ad-dam. An-nafs mishada ajbala. Bala yoki qon. Wal kullu mawjud. Har ikkisi shu chal chiqadi. Qala wa la hadda li aqallihi. Bu nifasninki eng to'n muddatining cheki yo'q. Belki eşleme çıkması mümkün. Bu müddetten çeki yok diyen de icma var ulemalarda. Ama da ittifak. Ama ve ekseruhu 40 yevme adede. En uzun müddeti 40 gün. Yani bu uzun müddetin bekçişte ihtilaf var ulemaların oturdan. Hanefi mezhepte 40 gün diyen karşını tanıdı. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem
تقعد النفساء 40 يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك. مش حديث أساسا. نفسtar ayol 40 kun saqlab o'tirdi. Yani namoz o'qimay, ro'za tutmay, bilib bo'lmay o'tirdi demoqchi. İlla an tara tuhran qabla dalik. Faqat lam 40 kundan burun saqib qolsa, bu chaqdan qildig'ashni qila oladi. Ham yuqorida va aktaruhu 40 yawma deb qo'ydi. Aslida İmam Şafii rahmetullah alayhi aktaruhu 40 deganga ma'qul kelmaydi. Davonga shak fa deb yozib qo'yish lozimdi. İmam Şafii va İmam Maliklarning mazhabida 60 kun deb qaraydi. Yani shu ulamoning o'tirda nifosning eng uzun muddati qanchalik bo'ldi degan masalada ixtiloflar. Hanbali mazhab bilan Hanafi mazhab 40 kun deb bekitgan. Maliki mazhab bilan Shafi'i mazhab 60 kun deb bekitgan. Yani ba'zi ulamolar bunun cheki yo'q deb qaragan. 70 kun bo'lishi mumkin, 80 kun davomlashi mumkin deb. Lekin hamda hozirgi doktorlik sohasining tibbiy tadqiqotlarga qarasak, shu ishni qarash ham to'g'ri ekan. Yani shu bolayotganki asli kirish uchun 40 kun o'tishi lozim. Yoki qon to'xtaydigan yuqoricha 40 kun. Butun asli kirish uchun 60 kun ketadi. Yani ba'zi ahvollarda ayolning ba'zi bir nimasi qarab, uningdan to'g'ri so'zlab ketish mumkin. Ularga shu tibbiy sog'liqlikninki qarashi, shu fuqaroning qarashi bilan yana o'xshash chiqmoqda. Qaddara al-akthara va lam yuqaddir al-aqalla. Mushahidisda eng uzun davomlashgan chekini bekitib qo'ydi deydi. 40 kun. Lekin eng az muddatni bekitmadi. Bekitmagandan keyin biz eng az muddati yo'q, balki faqat ko'rmaslik mumkin deymiz. Lekin 40 kun degan bo'yicha biz 40 kun deb bekitdik. Yani shu 40 kun deb bekitish kelgan hadislarda asl ojizlik bo'lsa-mu, lekin sahoba ikramlardan 40 kun deb kelgan rivoyatlar ko'p bo'yicha 40 kun deb bekitishga jalliq dalil bo'ladi. Walau kana lahu haddun laqaddarahu. Eng az bo'lgan muddatninki bir cheki bo'lgan bo'lsa, hadisda bekitib bergan bo'ladi. Yawmun va layla degandek masalan bekitgan bo'ladi, lekin bekitmadi. Wa li anna khuruj al-waladi dalilu khuruj ad-dami min ar-rahim. Yana qo'shimcha dalil, ay balaning chiqqanligi, balayotqudan qonning chiqqanligining isboti deydi. Fastughni an at-taqdir. Undan keyin uni manchilik deb bekitishga hojat yo'q deb qaradi. Yani cho'qim bir narsa chiqdi. Balayotqudan chiqqan ekan, cho'qim uni bilan billa azdir ko'pdir shu qon va kaza bir narsa chiqish kerak. Undan keyin buni mo'lchallab manchilik demadi. Wala dalila fil hayd. Lekin hayzda unda bir dalil yo'q. O hayz bilan birga chiqqan bola yo'q. Fahtajna ila at-taqdir. O birga chiqqan bola bo'lmagan ekan, biz aynan mo'lchallashga muhtoj bo'lgan. Li yustadalla bidawamihi ala annahu min ar-rahim. Mo'lchallab mushu 3 kun ichida davomlashsa, bu balayotqudan kelgan qonkan deb bilishimiz uchun muddat bekitgan to'q. قال وإذا جاوز الدم 40 hamda to'tdan keyingi qon nifosini 40 kundan eshib kesdi. To'xtamay kelaveribdi. Valaha adatun. Halbuki bu ayolninki har qatim tuqqan vaqtida 30 kun masalan 30 kun nifos ko'rdigan odati bor ekan. 30 kun nifos ko'rdigan odati bor bir ayol bu qatim tuqqan vaqtida 40 kun bo'lib ketdi, kun to'xtamabdi. Qanday so'raymiz? Fazaidatu alayha istihada. Zaid alayha degan zaid alal ada. Odatidan oshqini istihada hisoblandi. Va illam yakun laha adatun. Bunda bir odat yo'q. Tunji tug'ti yoki. Bunda bo'lib qolsa 40 kunni nifos hisoblab, undan oshqini istihada hisoblaymiz. Va qad bayyanahu fil hayd. Haydni o'zida bayon qilgan. قال والنفاس في التوأمين عقيب الأول. Qo'shgizak tug'ib qolgan ahvolda nifos qachondan tortib boshlandi desa, birinchi bola tug'ilib bo'lgandan keyin nifos boshlangan bo'ldi. وقال محمد بن زفر
Muhammad bilan Zufar ikkalan ikkinchi bola chiqib bo'lgandan keyin ondan nifas boshlangan bo'ldi debdi. Hozir ana bu yerda birinchi qarash va nifasu fi tawamayn aqib al-awwal degan imom Abu Hanifa bilan Abu Yusuf ikkalanning qarashi. Qavli shaykhayna. Amma ikkinchi qarash Muhammad bilan Zufarning qarashi. فلو كان بين الولادتين أقل من 6 أشهر فلا نفاس لها. Bundan keyin hozir mushu so'z birinchi qarashga asosan deyilyapti. Birinchi qarashda va nifasu fi tawamayn aqib al-awwal degan. Va aqib al-akhir deganga ulab debsa xato chiqdi. Aqib al-awwal degan qarashga asosan فلو كان بين الولادتين ikki balani tug'ishning oralig'ida aqalli min 6 ashhur 6 oydan kam muddat bo'lsa, masalan birisini tug'ib, bir oydan keyin yana birisini tug'ibdi. Ya 15 kundan keyin birisini tug'ibdi. Fala nifasa laha. Bo'lishi mumkin. Chunki Hazrat Hasan va Husaynni ikkalarining birisini tug'ib, bir kundan keyin birisini tuqqan degandek rivoyatlar bor. Mumkin. Ana bu hozir ma'noda eng yuqori chekini deb qo'yadi. Ehtimol qo'yadi. Lekin bu 4 oy 5 oy so'zlab ketmasligi mumkin. Bir necha kun ilgari keyin bo'lishi mumkin. Fala nifasa laha min ath-thani. Lekin birinchi bolasini tug'ib, bir necha oy qadar vaqt o'tib ketib, ikkinchisini tuqqan bo'lsa, ikkinchisidan nifaslar bo'lmaydi deydi. Chunki oraliqda 40 kun o'tib bo'ldi-ku. 40 kun o'tib bo'lgandan keyin 40 kun nifas hisoblandi. Ikki bola bir qo'saqdan chiqqan. Bir qatimda homildor bo'lgan bola, undan keyin birinchisidan nifas ko'rib bo'lgandan keyin ikkinchisi tug'ilib, buni bilan birga biznes chiqsin, nifaslar olmaydi demoqchi. Bu Abu Hanifa va Abu Yusuf ikkalarining qarashi. Va endi Muhammadin ma baynahuma istihada. Endi Imom Muhammad ikkinchisi tug'ilgandan keyin nifas boshlandi degan bo'lg'achqa, birinchisi tug'ilib, ikkinchisi tug'ilish qadar bo'lgan oraliq, masalan 2 oy bo'lsin, 40 kun bo'lsin, shu oraliqdikisini istihada deb hisoblaymiz. Ikkinchisi tug'ilgandan keyin nifas boshlandi deb. Va nifasu nathani. Bundan keyin masalan bu ikki qarashdan hozir farqmi o'tirib chiqqan bo'ldi. Masalan, bir ayolning nifas odati 20 kun bo'lsa, har qatimda tuqqan chog'da 20 kun nifas ko'rgan bir ayol bor ekan deylar. Qo'shkizak tug'ibdi. Birinchi bolasini tuqqandan keyin 20 kun xun ketdi. Ana ikkinchi bolasini tug'ibdi, ikkinchi bolasini tuqqandan keyin 21 kun xun ketdi. Masalan, Lekin Abu Hanifa bilan Abu Yusuf qanday qaraydi? Ay dastlabki bola tug'ilgandan keyingi 20 kun nifas. Ikkinchisidan keyingi kelgan 21 kunlik xun istihad bo'ldi deb qaraydi. Ana Muhammad qanday qaraydi? Mushning aksi. Birinchida ikkinchisining oraliqda istihada, ikkinchisidan keyingi 21 kun nifas. Lahu لمحمد والزفر ديش كده اسلم شده أن النفاس والحيض سواء من حيث المخرج والمانعية من الصوم والصلاة والوطء. نفاس لن هيز مش مثلا هم مستا أخشش ناسبه من حيث المخرج خدغان جاي مخشش روزدن مو تصاب قلشتا نمازدن وجمادن تصاب قلشتا أخشش. والحيض لا يوجد من الحامل. عند هيزغان همدر أيلد بميته. الحيض لا يوجد من الحامل فكذا النفاس لا يوجد من الحامل. همدر أيلدن إز كميدو ديgan bo'lgan ekan. Hamildor oldin nifas kelmaydi. Undan keyin bu ayol birini tug'ib ikkinchisida qo'squdi bor tursa. Qanday ulab u qo'squdi bor ayolning kelayotgan xunni biz nifas deymiz demoqchi. ولهما للشيخان ما ذكرناه من حد النفاس. بلا نفاسni ta'riflagan vaqtida hadd degan ta'rifi. Nifasga nima desak, bola tug'ilgandan keyin chiqqan qonda ta'riflagan to'q. Shu nifasning ta'rifida bayon qilgan ta'rif shu bizning dalilimiz. Vaqad wujida. Vaqad wujida degan
Aşu addammu aqibal vilada buldum bu nasıl buldu? Birinci bal tug'ilib da aqdan qan keldi. Undan keyin nifas bo'lankan bu mumdikan buldikan. Bixilafil hayd, lekin hayd bundan o'xshamaydi. Yani Muhammad va Zufar haydga qiyas qildi. Qiyas ma'al fariq demakchi. Bixilafil hayd lama zakarna. Biz hayd tug'liq bayon qilgan ahvolga asosan bu nifas haydga o'xshamaydi. Hayd deganda annahu yansaddu famur rahimi bil hamli. Haydda mesela hamildar hayd ko'maydi degan masalada biz ashu qo'saqdagi bola balayotqining og'zini etib turgan bo'g'achqa hayd ko'maydi degan to'q. Lekin nifasda bir bola chiqadi, uni to'sadigan ahvol yo'q. Hech bo'lmasa shu bola bilan birga qaytarib chiqilishi mumkin. Wal iddatu tanqadi bil akhir ijma'an. Endi iddat masalasini qanday hal qilamiz? Asli hayd ko'rganlarning iddati salatatu quru. Şeyiz kirib saqaygandan keyin iddat tugdi. Eri o'lib ketgandan 4 kun hayd ko'maydiganlarning yoki yashim qolganlikdan 3 oy. Va ulatul ahmal hamildor ayollarning taloq qilgan holda uning iddati wadul hamd dedik. Ash bilan tug'ish bilan iddati to'shqan bo'ldi. Mesela taloq qilinib 2 kundan keyin tug'sa, bu ayol erdan to'liq ajrab ketdi. 3-kuni aytigalaydi. Yani bu qo'shkizak tuqqan ayolning iddati qachon to'shidi degan masalaga kelsak, tanqadi bil akhir ijma'an. Ikkinchisini tug'ib bo'lgandan keyin hammaylar bu iddatdan chiqib bo'ldi deydi. Li'annahu mu'allaqun bi wad'il haml. Chunki bu ash qo'sqidagi balani tug'ib bo'lishiga qarashliqdi. Fayatanawul jami'. Undan keyin qo'saqdagi balning hammasini tug'ib bo'lsa, ondan iddati to'shdi deymiz. Lekin birisini tug'ib, birisi qolib qolsa, iddati to'shmagan bo'ladi demoqchi ekan. Fayatanawul jami' wa hiya hamilun ba'da al-awwal. Undan keyin bu ayol taxi birisini tug'ib bo'lgan bo'lsa-mu, yana birisi qo'sqini bo'lg'achqa, yana hamildor holatda edi. قال والسقط الذي زيرودان بوشكي السقط والسقط الذي استبان بعد خلقه بدنه azraq shakllangan bir surat kirgan yoki ma beshi ma qildi debda ayrılgan bir törenme olab qolsa bu tushib ketsa siq degan taxi to'liq yaratilib bo'lmay tushib ketgan bola badan qurilishining bunda bir shaklga kirgan badan qurilishi badanning bir shakl olgan bir to'ralma tushib ketib qolsa valadun buni biz xuddi tug'ilgan boladek qaraymiz. Fatasiru bihi nufasa. Undan keyin bola tushib ketgan ayol shunda bir qo'li beshi degandek bir shaklga kirgan holatda bo'lib qolsa, mushunda bir to'ralmani tushirayotgan ayol tushirayotgan chog'dan tortib nifoslar hisoblandi. Va tanqadi bihil idda. Shuning bilan iddatini to'shab ketdi. Va tasirul amatu bihi walad. Bir dedak bo'lib qolsa, bu dedak o'zining xo'jayinidan bir farzand tug'ib bergan bo'lsa, xo'jayin buni e'tirof qilgan bo'lsa, bu ayol walad degan hukmni oladi. Bu ayol odatdagi qul emas. Xo'jayindan farzand ko'rgan ayoldir. Yani bunda atashda bu dedikini xo'jayini satanmaydi. Bu o'zi tuqqan bola xo'jayini shu hur odamning bolasi bo'lg'achqa bu ayol hurlikka ilnashdir. Hurlikning bir misini tutib olgan bo'ldi. Yani bu qulluq qargiz qaytmaydi. Chunki buning o'g'li hur. O'g'lining dadasi hur bo'lgan ekan, hurlikka qaramadi. Bunu satanmaydi, ashunda turdi. Qachoniki ash xo'jayini o'lib ketib qolsa, bu ayol hurulib ketadi. Ummo'lab degan shu. Bu qul ashunda bir bolani tushirib qolsa, azroq shaklchigan bolani tushirib qolsa, bu chaqda asli bu qaradidek bo'lgan ekan,
xo'jayindan qo'saq ko'tarib shunda bir shakllangan bir bolani tushirayotgan ekanlar, bu qul ummolat o'lkirdi. Navnikin buni sat qilolmaydi. Keyin xo'jayin o'lib ketib qolsa, hur bo'lib ketadi. Wa yanzilu ash-shartul mu'allaqu bimaji'il waladi akhdan bil ihtiyat. Ash-shartul mu'allaq mesela bir qasam qilib yoki bir talab qilib, ya'ni nazr qilgan bo'lsa, mesela shu bola tug'ilib qolsa, mandaq deb, ya mandaq qilaman deb nazr qilgan bo'lsa, talab qilgan bo'lsa, qasam qilgan bo'lsa, shart qilgan ishi bo'ladi demoqchi. Masalan, nazr qilgan bo'lsa, shu bola tug'ilib qolsa, men 3 kun ro'za tutaman yoki men ko'rsatib berman degan bo'lsa, nazr bo'ldi. Shu bola normal tug'ilgan bo'lsa, qanaqa qilib shuni qilish kerak. Nazr vojib bo'ldi. Hamda bu bola unda tug'ilmay, yarim yo'lda shunda azroq shakilchigandan keyin chiqib ketib qolsa-mu, bola tug'ilgan bilan o'xshash shu nazrni ado qilish lozim. Yana mush bolani tug'sang sen taloq degan bo'lsa, shu bolani tushirayotgan ahvolda shunda holat tushib ketsa-mu, bu elni pastar bo'lib, el taloqlik qiladi demakchi. Oxirdan bil ehtiyot. Ehtiyot yo'lini tutganlik jihatdan shunda deymiz demakchi. Chunki bu yerdan bir ehtimollik bor. Bu bola ko'ralmay yoki bir bola bo'lmay, boshqa bir shunda bir pochqon yoki bir narsa bo'lishi mumkin. Adam emas. Ayda bir qon yoki bir narsa bo'lishi mumkin. Yana bir ehtimol bola bo'lishi mumkin. Bundan biz ehtiyot qilib, shu bolaning hukmini oladi dedik deydi. Müşayikçi olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etûbü ileyk. Nifasını anlatayım başında. Eğer tuğut jarayonida namozga vaqt kirib qolamiz, qattiq qiynalib ketgandan namoz o'qiyamiz, tuğutni kim qazosini qiladi? Tuğut bo'lishga qadar, bola chiqqan qadar namozning vaqti kirib o'qigan bo'lsa, qazosini qilish kerak. Tuğut vaqtida tug'ut vaqtida bo'lsa-mu, bola tug'ilishdan ilgirki holatda o'tab ketgan namoz bo'lsa, qazosini qiladi. Chunki nifosning hukmi bola tug'ilgandan keyin boshlanadi. Mesela bir paç go'sht, uyul bir qon, da'vosa u bolaning hukmini olmaydi. Nifos kirmaydi. Bu chaqda hez kunlar bo'lib qolsa, hezda hisob bo'lish kerak. Bo'lmasa, istihada hukmini ilishi mumkin. Masalan, xutdan namoz vaqtida hezda o'qilib, keyin qadam xutdan namoz vaqti saqagan bo'lsa, oldin qadamda xutdan namoz o'qiladi. Xutdan namoz vaqtida hez boshlanish nima? Undan keyin namoz vaqti kirgandan keyin. Yo'q, shu namoz vaqti ichida hech ko'rgandan keyin xuttanni o'qish mumkin. Xuttanni burun, ana xuttan namoz ketgandan keyin boshlangan bo'lsa, xuttanni o'qish kerak. Chunki namoz dastlabki vaqtida o'qish emas. Afzal, lekin o'rta vaqtida, keyingi vaqtda o'qish bo'lgan ekan, mayli. Lekin bu masalada ba'zi fuqarolar xuttanning qazosini qildi deb qaraydi. Yani tecrübe avvalul vaqt deb qaraydi Allah. Dastlabki vaqtida ham gadinga farz bo'lib ketdi deb qaraydi Allah. Juyulmay turib namoz o'qish bo'lmaydi. Endi agar juyulish yoki bir namozning vaqti o'tishdi, bir namozning vaqti o'tib, yana bir namoz kirib qolsa, uni namozni o'qiyveradi. Qazosi qiladi. Yok. إن انقطع دم الأقل 10 أيام لم يجوز حتى تصل يمضي عليه وقت الصلاة. Bu hazır namazdan olmasa, billi bulaştan olsun abi. Namazın namazını cünüp okuş lazım. Ya. Mava hazır cimada kelgen hüküm var. Şu anda mecuzat o hayatı namaz okuştan olmaz. Namaz okuşun zaten cünüp lazım. Saqagandan keyin cho'qim juyunib namoz o'qish lozim.
Saqayganlıkken ya jünmay ya namaz okuma ötküzetse Budda saqadan şu namaz okuma ötküzetken bile okşaş. Eğer kalkan namazlarımız olsa kança ötüp ketkenlikle tutmasak namaz okuyasak bulamıyor mu? Ya kaç kanal hatırcan boğan kadar kazasını kılamaz. Mesela burun 5 namazını okuyalım, peşinden 5 peşini okuyalım ya 5-6'da ya 1-2 gün okuyalım da başında bir mülçerlese şu kanal hatırcan boğan kadar 5-6'dan okutup anın topçusu buldu. Burun kolu mesela ya 2 yıl okuyamadım, 3 yıl okuyamadım, şunçilik neçe ay okuyamadım ise ulama şu kanal hatırcan boğan kadar kazasını okuydu. Her bir farz namaz okuyan çağda, peşin okuyan çağda 1 ya 2 khatim qo'shib o'qisa, o'qiy olgancha. Asr vaqtida asrni o'qisa, shom vaqtida shomni o'qisa, shunda qazo qilib mangsa qulayroq bo'lishi mumkin. Farzni o'qiymiz. Sunnatni qazo qilsin bo'ladi, lekin qayni farz namozni jiq-jiq qilib qolgan ahvolda hozir bizga siz saqt qilish uchun farzni burun ado qilish lozim. Farzni mesela uni batırıp biz bir farzni qazo qilib, yani bir farzning o'rniga bir sunnatni qazosini qilmasak, o chaqda muhimini qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Shunga qazo qilish fursatlan bo'lsa, farzni tutilib, buningdagi vaqt asli sunnatni qazo qilish. Odat sunnatni qazo qilish bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdul Qays qabilalarining o'maklar kelgan chaqda kishini shirkatini o'qiyolmay qilib, shuni kutib olaman deb, keyin asrdan keyin qazosini qilgan. Yo'q. Chunki sunnat namoz bu farz emas degandan shu usul fiqhida farz degan nima, sunnat degan nima, nafl degan nima deb shuni ta'rif qilganimizda, sunnat namoz odatda uni o'qimasa shunaqa bo'lmaydi. Butunlay emasdan bir umr bo'yi bu sunnatni o'qimayman deb ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga agashmaganlikdan, agashni yoqtirmaganlikdan desa yaxshi emas mumkin. Ammo abraqatim sunnatni o'qimay qolsa, aldirashlik qilib o'qimay qolsa, mayli unda bu vojib degan ekan, unda gunoh kabulash yo'q. Shu o'qisa savobga, fazilatga erishadigan, bo'lmasa jazolanmaydi deb ta'riflaymiz hozir sunnatni. Sunnatning ichiga nafla, mustahab, mandub, rag'oib degan hammasi kirib ketadi. O'tganimizda masalan hajatamiz kirib namozni o'tirib istixoraga o'zgartirib cho'g'ida shaxsan qo'llanma niyatni. Yerim yo'lda o'zgarsa bo'lmaydi. Masalan, peshining 4 rekatini o'qiy, undan peshining farzini o'qiyda 4 rekat quloq qaqib, sunnat o'qidimiz hozir. Shuna sal ya aldirashlik ya bir ish qaqqandagi ya bir to'lg'andagi bir avlga ochib shu 4 rekatni farz qilib hozir may desak, namozdan shu turib farzga o'zgartira olsak bo'lmaydi. Dastlabda quloq qaqqan chaqda qilgan niyat. Bir namozni bir qanday niyat qilsam, hojat namozi bo'lmaganda qilishim niyatni bir qanchalik namozda. Asli qoidada shu bir namozni bir nimada o'qish lozim. Lekin endi ulamolar ana bir uzil kelib qolgan vaqtida ikki hisob bo'ldi degan ahvol bor. Masalan, biz masjidga kirib 4 rekat sunnat ya nimani o'qiydi desak, tahiyatul masjidga ikki hisob bo'ldi degandik. Lekin odatda shu asli qoidada bir namozni shu bir niyat bilan o'qiymiz.